insofsizlik qilmagin, Allohdan qo'rq. Hamma svejimikan tarozilar qatta? Ha, bizda hammasi sveji. Qaysi biridan tortib bering? Ye, sen rahmatli o'rtog'im Botirning o'g'limidi, ismi nima edi? Ko'rishib qo'yaylik. Assalomu alaykum. Nima qilyapsan sen bu yerda? Nima qilib yuribsan deysizmi? Ota-onamni peshini ter bilan yig'ib tergan pulini olib qo'yib bermaganingizdan keyin yuribmiz uydagilar bilan qiynalib haligacha. Kontraktimni to'layman deb ishlolmay shu yerda ertalabdan kechgacha. Alloh insof bersin sizga. Kim? O'g'lingiz chaqirib yuboring uyda bo'lsa. Ha, nimaga keldingiz? Ustimizdan kulgani keldingizmi? Nimaga kulgani kelaman? Oila bilan keyin tushinglar pastga iltimos. Pasportinglarni olinglar, bir joyga o'tib kelamiz. Yura qolinglar, yuringlar. O'g'lim, bu yoqqa nimaga kelyapmiz o'zi? Bilmasam, ona hozir kirib ko'ramiz. Uy yoqdimi bolam? Bilaman jahlinglar chiqib turibdi. Meni ham to'g'ri tushunishga harakat qilinglar. Har kuni holinglardan xabar olgim kelardi. Rahmatli o'rtog'im o'tib qolgandan keyin boshi ochiq ayolning yonida ilakish yurish men uchun to'g'ri kelmas edi. Har xil gap so'zlardan qochib, kamiga o'zimni ham ishlarim joyiga tushmayotdi. Mana ishlarimni joyiga qo'ydim. Mana shu Yunusobod rezidensiyadan mana shu uyni sizlarga xarid qildim. Xarid qilganimga ikkita umra yo'llanmasini ham qo'shib berishdi. Xudo xolasa, rahmatli o'rtog'imga duo qilib, umra ziyoratlarini qilib kelasizlar. Uyinglar muborak bo'lsin. Meni kechiringlar. Uy hujjatlaringiz tabriklayman. Rahmat. Bu ham sizga. Bu nima edi? Biz tomonimizdan uy olganingiz uchun sizga 2 kishilik umra safariga yo'llanma. Tabriklaymiz. Rahmat. Rahmat kattakon Shokram aka. Rahmat, umringizdan baraka toping. Oyi, bu yengilin tezroq buvimga yetish kerak. Rosa xursand bo'ladilar eshitsalar. Ha aytgancha, adam ham orzulari amalga oshadigan bo'ldi. Siz buvim bilan umraga borib, adam haqqilariga duo qilib keladigan bo'ldinglar. Rahmat kattakon sizga. Siz haqingizda noto'g'ri gumonga borib yurgan ekanmiz. Keyin sizga gapirgan qo'pol gaplarim uchun ham meni kechiring. Sen o'qishlarni bitkazsang, o'rtog'im bilan sherikchilikda ko'p ish qilganmiz. Seni o'zim yonimga ishga olaman. Xudo xolasa bunaqa uylardan ko'p hadyalar qilamiz hali ko'pchilikka. Rahmat.